Jizzax Junior loyihasi mana shu tashabbuslar asosida qurdik. Xursandman, birinchi loyiha ochilgan payti 3 ta bolacha bilan trenovka boshladik mashg'ulotlarni. Keyin ota-onalarning podдержкасы, ya'ni o'sha qo'llab-quvvatlov qay darajada bo'lishi kerak? Men bilaman, meni qo'limda hozirgi kunda 6 oydan burun keladigan bolachalar bor. Men na onasini taniyman, na otasini taniyman. Talantlar haqiqatan O'zbekistonda juda ko'p. Mana qancha o'qish jarayonida shuni bilaman, juda ko'p talantlar. Qancha talantli bolacha bo'lsa, o'zim nazorat ostida ko'ramiz, u qabul qilamiz. Hech qanaqa undan nima deydi, to'lov masalalari bo'lmaydi. Assalomu alaykum, qadrli Jizzaxliklar, Jo'rayev TV kanali kuzatuvchilari va sport ixlosmandlari. Nimaga aynan sport ixlosmandlarini boshladim? Sababi millionlar o'yini bo'lgan. Shaxsan o'zim ham muxlisman. Bu o'yinni futbol sport turi, bilasiz, birinchi raqamli sport turi hisoblanadi va futbolni hozirgi kunda sevmaydigan inson menimcha bo'lmasa kerak. Bugungi samimiy intervyu loyihamizning qahramoni, o'zlarining ismlari ham qahramon. Tanishtirishdan avval aytib o'tmoqchiman, Jizzaxda juda ham ko'plab sport ustalari bor, futbolchilarimiz bor, taniqli murabbiylarimiz bor. Albatta ular orasida faoliyatini boshlaganiga ko'p bo'lmasdanoq, albatta o'z yo'nalishi bo'yicha nimalardir qilib, o'z loyihalarini amalga oshirishga intilayotgan yoshlarimiz orasida alohida e'tirof etmoqchiman. Jizzax Junior brendi, bilasizlar, bolalarimizning sevimli futbol klubiga aylangan Jizzax Junior futbol klubi asoschisi Qahramon Bahodirov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Katta rahmat taklif uchun, Bezajon. Mana shu bizni har bir murabbiy bo'lib shu sohani tanlaganimizdan keyin Xudo xolasa mana sekin-sekin shu bolalarimiz uchun, farzandlarimiz uchun shu loyihani yaratish uchun qancha nima deydi, tajriba orttirdik. Xudoga shukr. Shu tajribalarimizni masalan Jizzaximizda bolalarimizni rivojlantirish uchun ularni har tomonlama intizom doirasida futbol shu doirani rivojlantirishimiz uchun aslida shu Jizzax Junior futbol klubi loyihasini qo'ldan kelgancha asos soldik. Xudo xolasa shu loyihani rivojlantirish uchun kuniga bir qadam tashlab asta-asta shu yo'l bilan sekin-sekin ishlarni olib boryapmiz. Rahmat sizga avvalambor mana shu bizni taklif qilganingiz uchun. Bizning suhbatimiz samimiy va ochiq va albatta shu ota-onalarimizga tavsiyalar berdi. O'rtamizdagi futbol millionlar o'yini futbol mavzusida fikr almashamiz. Xudo xolasa albatta nima deydi, futbol hamma uchun qiziq, biz uchun ham albatta, muxlislar uchun ham. Shuning uchun shu loyihani avvalambor nima deydi, ochib berish uchun ota-onalarimizga, xalqimizga, ikkinchi navbatda murabbiy sifatida sekin-sekin faoliyat boshladik va shuni sekin-sekin shakllantirish uchun biz albatta qo'ldan kelgancha harakatlarni qilyapmiz. Keling, birinchi savolni bersak, sababi ko'pchilik baribir bugungi intervyuni kutganlar yoki intervyu anonsi orqali, reklamasi orqali baribir ba'zi bir ma'lumotlarga ega bo'lgan insonlarimiz sizni aynan Jizzax Junior futbol klubi bilan bog'lashadi. Xo'p, nimaga aynan Jizzax Junior? Misol uchun Jizzax City yoki Jizzax bir narsa emas, aynan Jizzax Junior. Nima maqsadda ochildi? Avvalambor ochiq muloqot deb boya chaqirganingizda ochiq suhbat qilsak, o'sha tomoshabinlarga ham qiziq bo'ladi aslida. Albatta. O'zimizga ham rasmiyatchilik masalan yaxshi ular. Lekin aslida ochiq muloqot qilsak, biz to'g'ri yetib boramiz fikrlarimiz. Jizzax Junior aslida biz biz futbol tugatgan paytim shu Odil akani loyihasiga juda ham havas qildim. Odil Junior ochib nima deydi, faoliyat olib borgandilar Odil aka Ahmedov. To'g'ri, Odil aka mana Zuboniyimizni Litema jamoa kapitallari ancha katta klublarda futbol o'ynaganlar. Biz ham
kam faoliyat yurg'izdik, masalan Superligada, masalan katta o'rinda milliy terma jamoada o'ynamagan bo'lsak ham, aslida niyatimiz mana shu farzandlarimiz uchun ular zo'r jamoalarda o'ynasin, terma jamoalarda o'ynasin degan yo'lni tanlab, masalan milliy terma jamoada havas qilgan tarzda mana shu Jizzax Junior loyihasi aslida birinchi navbatda Jizzaximizni farzandi bo'lganim uchun aslida. Men g'ururlanaman o'zbek farzandi bo'lganim uchun, O'zbekiston tug'ilganim uchun. Har bir insonga tug'ilib o'sgan joy aziz. Aziz. Shu qatori menga ham. Shuning uchun oldin biz faoliyat boshlagan vaqtimizda Champions deb nom qo'ydik, boshqa keyin bir kun kechqurun o'tirib o'yladimda, sen xayrlisan o'zi. Aslida hamma joy nomdan, ismdan ko'ra, masalan, tug'ilib o'sgan joy azizroqda, vatan hisoblanadi. Shuning uchun biz shu qarorga qabul qildik, shu Jizzax Junior. Junior shu yoshlar endi bular. Biz yoshlar futboli bilan ishlaymiz hozirgi kunda. Shuni takomillashtirish uchun yaxshi niyat bilan shu loyihaga asos soldik, qonuniy hamma tartib nizomlarini taxlab chiqdik. Shularni topshirdik. Avvalambor shu mutasaddi insonlarga katta rahmat. Birinchi turtki bo'lgan inson, to'g'risini aytish kerak, futbol tugatgan vaqtingiz futbolda yaxshi maoshlar bo'ladi-da. Yaxshi maosh bo'ladi. Yaxshi mukofot puli bo'ladi. Inson futboldan keyin murabbiylik yo'lini tanlasa, ko'plar masalan hamma futbolchilar har xil yo'lni tanlaydi. Aslida biz kamgina bo'lsa ham bizni xalq taniydi. Masalan, ishning o'zimda bo'lsa, meni ko'p inson futbolchi sifatida taniydi. Shuning uchun men futbol yo'lini yana davom ettirish uchun murabbiylikni tanladik. Avvalo juda mashaqqatli ish bu, lekin biz bilamiz shuni. Lekin sharafli ish ustozlik aslida. Shuning uchun birinchi turtki bergan inson, endi futbol tugatdik, mana ochiq aytishimiz kerak. Ko'p joyga dokument topshirdim. Ish masalasiga bordik, dokument topshirdik. Ko'p joyda endi ish o'rni yo'q aslida, tan olish kerak, chunki ko'p joylar to'liq. Sport maktablari, futbol maktabi, boshqa va hokazo. Aslida ish yo'q, ochiq. Qo'limizda litsenziya bor, murabbiylik qilishga. Boshlang'ich C litsenziyasi bor edi. Keyin bizda masalan yoshligimizda mana birga futbol o'ynagan, hozirgi kunda viloyat hokimimiz o'rinbosari Akmal aka Saurbayev chaqirib bir joyda tadbirda ko'rishib qolganimizda aytdilar, Bahadirov, endi bitta shuncha yil futbol o'ynadingiz, endi shuncha olgan bilimlaringizni xalqning bolalariga beradigan vaqt keldi deb aytdilar. Sizni qo'lingizdan keladi, biz ishonamiz deb birinchi turtkini ideyani ham bergandilar, g'oyani. Shu fikrlarni sirazi o'ylab ko'rdik. O'sha bir fikr ham insonga qancha kuch berar ekan, motivatsiya berar ekan. Sirazi shu ishga kirishdik. Aslida birinchi xursand bo'laman. Boshlagan vaqtimiz biz ochiq Bunyodkor Kids bilan boshladim. Aslida Jizzax Junior loyihasidan oldin uni ham aytib o'tish kerak. Yerda sal qonuniy me'yoriy hujjatlarda aslida biz yetishtirib bergan farzandlarimizga aslida biz o'zimiz ustozlik qilishimiz kerak, buni ham aytishimiz kerak. O'sha aytadi-ku, pasport futbolista. Shuni shu tomoni. Ikkinchisi, bu loyiha bo'yicha ko'proq masalan o'zingizni fikrlaringizni, o'zingiz ideyalaringizni, o'zingiz qarashlaringizni namoyon qilishda cheklanishlar bo'ldi. Shuning uchun sirazi biz u loyihani to'xtatdik. Keyin shu Jizzax Junior loyihasi mana shu tashabbuslar asosida qurdik. Xursandman, birinchi loyiha ochilgan payti 3 ta bolacha bilan trenovka boshladik mashg'ulotlarni. Ana Xudoga shukr, hozir sekin ishlab yaxshi hozir bolachalarimiz, ota-onalarimizni ishonchi yaxshi. Maqsadimiz bitta, maqsadimiz Jizzax Junior loyihasi davomida farzandlarimizni yetuk, intizomli
keng fikrlaydigan, dunyoviy fikrlaydigan, keng fikrlaydigan baland уровеньda futbolchilar qilib chiqarishda yordam berish boshlang'ich sinfda, xudo xolasa. Zo'r. Qahramon aka, bilamiz, Jizzax talantlar yurti. Faqat sportda emas, o'zi hamma sohada ham talantlar ko'p chiqqan bizda. Talantlar yurti bo'lgandan keyin shu oxirgi paytlarda salgina achinarli holat sifatida ko'ramiz. Nimaga talantlar kamayib ketdi yoki bo'lsa ham ular tanilmayapti? Nimaga ular ommaga chiqmayapti? Ularni hech kim tanimayapti. Aslida biz ularni tanitishimiz kerak emasmi? Juda o'rinli savol. Kechalari juda ko'p o'ylayman shu narsadan haqida. Realni o'ylayman bu masala haqida. To'g'risi, oldinlari siz bilasiz, siz ham mana futbolga qatnagansiz bilishimcha. Oldinlari farzandlarimiz oldinlarida ham biz farzandlar bo'lib yosh bo'lganmiz. Ko'p mana yetim tog' deymiz o'zi aslida hozir mana Stadion akademiyasi qurildi. Juda chiroyli maskanga aylandi. Shu yerda borganimizda ko'p bolalarning ko'zida har doim maqsad, ishonch, intilish, mehnatsevarlik, hamma narsa ko'rardingiz. Raqobatlar bo'lardi, janjallar, nima deydi, sal tortishishlar, futbolda yilma-yil qancha narsalar. Bu hozirgi kunda kelib nimaga talantlar kamayib ketdi degan narsaga bu juda keng savol, keng ommada bu ne только murabbiylarning ishi, bu aslida ko'p. Shu loyiha orqali men aytmoqchimanki, talantlar ochish uchun, talantlarda qanaqadir cheklovlar bo'lsa, boshqa narsa bo'lsa, talantlar aslida juda ko'p. Hozir ham bor talantlar. Lekin ko'p ota-onalarimiz bunga e'tibor bermayapti aslida. Bolasi futbolga qiziqadi, talant, lekin qanaqadir moddiy tomondan yoki yetishmovchilik hammada bo'ladi bu narsalar. Aslida olib borib murabbiyga ko'rsatish kerak. O'ziga yaqin, masalan, hududdagi murabbiylarga olib borib ko'rsatish kerak bolani. Chunki bola hamma narsani ota-onaga talab qo'ya olmaydi-ku. Sizni ham farzandingiz, meni ham farzandim o'zimga katta talablar qo'ya olmaydi aslida. Ular cheklanadi. Buni realni qarashimiz kerak. Lekin biz bilyapmiz, farzandimiz nimaga e'tiborli, kuchli, talanti bormi? Olib borib qo'ying o'sha yerga. Imkoniyat izlang, olib borib qo'ying. Keyin biz talantlarni ko'proq unaqa. Talantlarni kamayib ketishining sababi ko'proq mana biz ishlab kam vaqt davomida ishlaydigan bo'lsak ham, ko'proq o'zini ustida ishlash. Masalan, mehnatsevarlik izlanish, bu narsalar juda kamaydi. Va asosiy sabab deb shuni bilamanki, ayrim ota-onalarimizni telefon degan narsani bolani 11 yoshidan, 10 yoshidan, 12 yoshdan qo'liga berib qo'ygani. Qanday telefon? Sensor telefon. Sensor telefonni berib qo'ydik, o'zi biz mana hozir ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib ketdi, hamma narsa, uchta reklamani bittasi biz uchun har xil temalar, mavzular biz cheklash uchun biz qachon farzandimizni talantini rivojlantirib olsak, biz hududlarda talantlarni rivojlantiramiz. Shuning uchun bir narsani iltimos qilamiz, talantlar haqiqatan O'zbekistonda juda ko'p, mana qancha o'qish jarayonida shuni bilaman, juda ko'p talantlar. Biz shu talantlar mana Jizzax Juniorda shuning uchun har doim aytolmagandim, bugun aytaman. Qancha talantli bolacha bo'lsa, o'zim nazorat ostida ko'ramiz, u qabul qilamiz. Hech qanaqa undan nima deydi, to'lov masalalar bo'lmaydi. Demak, talant birinchi o'rinda bo'ladi. Keyingi o'rinda u agar misol uchun ota-onalarimiz o'ylashi mumkin-da, mana shu o'rinda Jizzax Juniorga talant bo'lsa bo'lmasa yoki qanaqadir talant foizi pastroq bo'lsa ham pulini bersak boraveradi-da degan g'oya bo'lishi mumkin-da, lekin birinchi o'rinda menimcha baribir talant turadi. Chunki men o'zim ham guvoh bo'ldim. Bolachalarning ichida hattoki sharoiti yo'q,
ularning imkoniyati cheklangan bo'lib tursa ham, lekin talant Xudo tomonidan berilgan talant bo'lsa, Jizzax Junior bu narsani birinchi o'ringa oladi. Va albatta keyingi masalalarni keyingi o'rinlarda hal qilinadi. Shunday, Xudo xolasa shu narsalar bo'yicha albatta biz ishlashda davom etamiz, yana ishlaymiz. Telefon deganingizga hozir mana esimga tushdi. Bitta fakt, yaqinda bir muhim ma'lumot o'qidim internetda. Shu Davron Fayziyev, Xayrul aka Hamidovlar media olamida Xudo xolasa niyat qilganman. Sharhlovchilikka o'zimni faoliyatimni burmoqchiman kelasi yildan. Shu Davron akani ko'p kuzataman. Shu oxirgi paytda Real Madrid, Barselona ko'p mana Ispaniya jamoalarining sharhlash davomida o'yinchilarni, ya'ni mashhur futbolchilarni hayoti bilan qiziqadilar. Ular o'sha hayotiga kirib, uni izchil bir tushuntirib beradilar. Men kuzatdim, Yamal mana Barselonaning hozirgi kundagi yulduzi mana 17-18 yoshda o'zi butun dunyoni lol qoldirdi. Yamalni o'sha orada telefonga, ijtimoiy tarmoqqa chalg'ishi, ijtimoiy olamga kirishi, o'sha ijtimoiy tarmoq mediaga kirishi va o'sha chalg'ish oqibatidagi futboldagi avvalgi Yamal orada bir pauza bo'lib qoldi, yo'q bo'lib qoldi. Siz gollar urolmay, nimadir o'yin ochilmay qoldi. Shunda Xayrul aka bilan Davron aka bitta zo'r fikr aytdilar. Yamal qachonki ijtimoiy olam, o'sha ijtimoiy tarmoq olamidan birozgina dam olsa, voz kechsa, haqiqiy futbolga qaytadi va haqiqatan o'zini rezultatini ko'rsatishni boshladi. Yamal dubl, hat-tricklar qayd etdi-da. Bunday qaraysiz, demak, chalg'ir ekan baribir. Chunki bu bolalarimiz uchun juda katta bu minus. Uni sog'ligi masalasida boshqa. Abduqodir Husanovni qarang. Instagramga uncha post qo'ymaydi. Chunki uni dadasi nazorat qiladi. Har bir narsani dadasi o'zi nazoratga oladi. Qahramon aka ijtimoiy tarmoqda o'sha Jizzax Junior profillarida, Instagramda, Telegramda ko'p kuzataman. Maktablarga ko'p kirasiz. Ayniqsa shu Jizzax shahar maktablari, o'zi umuman viloyat bo'yicha boshqa tuman maktablariga ham menimcha sekin-sekin borib, u yerda ham o'sha targ'ibot ishlarini amalga oshiryapsiz. Xo'p, maktablarga ko'p kirishingizning sababi nima va u yerdagi jismoniy tarbiya o'qituvchilari deymiz, o'sha fizruklarimizni ishini qanday baholaysiz? Juda zo'r savol. Yana savollarni shu yaxshi tayyorlab kelgan ekansiz-da. Yaxshi, maktablarga kirishimizning asosiy sababi bu seleksiya. Biz ustozlarimiz, mana murabbiylik sohasida o'qiyotgan ustozlarimiz hammasiga rahmat aytadi. Eng yaxshi seleksiya bu maktab. Maktablarga borib, siz ko'rinishingiz kerak murabbiy sifatida. Bolalar futbolida birinchi navbatda murabbiyni ko'rish kerak bo'ladi. Ishonish kerak uni fikriga, so'ziga. Shuning uchun maktablarga ko'p kiramiz. Haligacha maktablarga kiraman. Mana nechta bolachalarimizni akademiyalarga topshirdik. Yaratganga shukr, mana shu loyihamiz kam vaqt xohlaymiz. Yana kirib, yana talantlarni olib, mana endi bu suhbatimiz bejizga emas. Hozir mana suhbatni qilyapmiz. Ana shularni o'sha tomoshabinlarimiz ko'rsa, masalan, futbolga talant bolachalarni albatta kelsin. Men xohlaymanki, ota-onalarimizga har doim aytaman, farzandingizni bering sportga. Ilm, sport kelajakda albatta zo'r insonlar bo'ladi ular. Chunki o'zimizda masalan yoshligimizda o'sha maktabimizdan topganda bizni ustozlarimiz. Mana meni ustozim Usmon aka Muhammedshinde masalan tarbiya olganmiz. Usmon aka mana maktablarga kirardilar, o yoshlik paytimiz. Shuni ko'rganmiz, keyin borganmiz shu yerlarga futbolga. Keyin masalan shu bizaga nima deydi, bir darsda bular. Aslida ustozlarimiz eslasangiz, aslida ish rejalaringiz, ish planlaringiz chiqib keladi ko'p narsalar. Endi to'g'ri zamonaviy katta joylar paydo bo'ldi, stadionlar chiroyli, zdaniyalar, boshqa, lekin aslida o'sha bilim saviyasi shunday davom etyapti. Zamonga qarab. Fizruklar masalasiga keladigan bo'lsa, jismoniy tarbiya o'qituvchilari ko'p joyga kiramanda ukalarimiz bo'ladi-da gohida. Endi taniydi o'sha futbol o'ynayotgan paytimiz, tanishganmiz boshqa. Hozir mana ular ham oliy ma'lumotli fizruk ishlaydi aslida. Kiradi, kulishamiz, asta gaplashamiz. Men ko'plarga aytib o'tib ketaman-da, endi ko'p gaplarimiz yoqmaydi. Xush kelmaydi-da bizning gaplarimiz. Bir ko'rsam ko'plarini tuflida yuradi. Sabukda yuradi. Bu yaxshi emas-da bu. Birinchi jismoniy tarbiya o'qituvchimiz yoshligimizda siz ham eslayman, 2 qo'yardi forma kiyib kelmasak.
Mayli ota-onalarga to'g'ri tushuntirish kerak uni. Hamma ota-ona juda aqlli insonlar ular. Ular tushunadi. Fizruklar masalan, har bitta salfonchaga krossovkachasi, futbolka maykasini solib olsin, kiyib olsin, beshi oladi chiqib. Shu sekin-sekin o'rganadi. Aslida endi ayrimlari deymiz, ayrimlarni tanqidiy gapirishimiz ham kerak. Bizga ham tanqid qilsa biz to'g'ri qabul qilaymiz hozir. Tanqid kelajak emas. Tanqidsiz kelajagi yo'q. Aytish kerak. Endi men ko'plarga aytaman, bir xillari skameykada o'tirib dars o'tadim aslida. Masalan, meni qizim ham ko'pincha aytadi, bizda jismoniy tarbiya asosan o'g'il bolalarga o'tiladi, qizlarimiz xohlagan o'yinini o'ynaydi deb aytadi. Endi bu balki o'sha joiz, balki nojoiz, lekin vaqt kelsa baribir bu narsa aytilishi kerak, sababi hamma uchun kerak. Lekin Bezojon bitta narsa, eng boshlang'ich o'sha jismoniy tarbiya elementlarini farzandlarimiz maktabda oladi. Mana futbolga keladigan bolachalarni ko'ramiz. Ikki yoqda sakralmaydi, bir yoqda sakralmaydi, tezligi past, tovonda yuguradi. Buni hammasi shu boshlang'ich naqaga taqaladi borib. Shuning uchun tavsiya qilamiz naqa jismoniy tarbiya o'qituvchilarimizga, mana maktablarda futbol degan davlatimiz dasturi chiqdi, mana u fani shularni ommalashtirish, shuna maktablarda futbol qilsak, mana shunaqa klublar, akademiyalar o'ziga yaxshi zaxira yetishtiradi. Xudo xolasa, endi maqsad o'sha biz jismoniy tarbiyani sevib borardik. Mana men eslayman, jismoniy tarbiyaga rahmat o'qituvchilarimga. Payt biz ma'lumdirdik-ku, ma'lumlarimizga rahmat. Sevib borardik. Unaqaga solib, nimaga? Ular to'g'ri dars o'tgan. To'g'ri dars o'tgandan keyin borasiz albatta. Shuning uchun hozir mana shu ayrimlarga aytamiz, sanoqli jismoniy tarbiya formasida bo'lsin, qasda bo'lsin, bolalar havas qilsin, o'rgatsin o'sha boshlang'ich hamma etaplarni. O'shandan masalan davlatimiz hamma sharoit yaratib beryapti-ku. Mana maktablarga kiring, zallar bor, chiroyli мяч, to'p, setka, hamma narsa bor. Maqsad bitta foydalanish, yaxshi dars o'tish. Dars o'tsin, nima deydi? Olam guliston. Shunday. Ko'p narsa talab qilinadi. Hamma xursand bo'ladi. Chunki maktabda sharafi ham ko'tariladi musobaqalarda. Shuning uchun mana yana bir xush xabarimiz bor. Xudo xolasa mana maktab deganingiz 62-maktab Sharof tuman 62-maktabda Kiyovbosh hududida yangi o'sha filialimizni ochdik. Nimaga xursandman? Kiyovboshda bolachalarni bir kun borib ko'rdim. Bir kun borib futbol o'ynashlarini, ertasi kuni borib yerda 1-48-maktab hududi bo'yicha gaplashdik, borib muzokaralar. Zal masalasida muammolar paydo bo'ldi yerda. To'g'ri, endi ko'p narsa qurilish masalalari qilinmagan ekan. Mana rahmat 62-maktab rahbariga mana ochib berdi zalni. Qo'ldan kelgancha biz hamkorlikda, hamma maktablarda hamkorlik bilan ishda olib borsak, albatta nima deydi? Farzandlarimiz sport bilan muntazam shug'ullanadi. Shuning uchun Kiyovbosh hududi ham masalan meni bilishimcha men futbol o'ynab yurgan vaqtimda, kichkina detskiy futbol o'ynab yurgan vaqtimda Kiyovboshdan bolalar kelardi, kam kelardi. Kelardi, keyin ketishda muammo bo'lardi. Men o'zimda borib qaytishni o'ziga to'g'risini aytsam, bilaman o'sha yerda ota-onalar borki, qiyin. Chunki ota-onalarga birinchi bu farzandining xavfsizligi kerak. Xavfsizlik bo'lgandan keyin u shaharga bersang, masalan, eng yaqin sport kolleji bo'ladigan bo'lsa, bergan taqdirda ham kelib ketishi o'zi kechga qolib ketadi trenirni protsessidan keyin. Mashg'ulotdan keyin kechga qolib ketadi. Shuning uchun bizim to'g'ri tushunib, masofani inobatga olib o'sha yerda endi xudo xolasa o'sha yerda ham talantlarni topib, nasib qilsa o'sha akademiya, viloyat akademiyasi, Sug'diyor akademiyasi shularga albatta topshirsak biz xursand bo'lamiz. Agar bizni kuzatuvchilarimiz orasida Kiyovboshi mahallasida istiqomat qiluvchi yoshlarimiz bo'lsa, ota-onalarimiz bo'lsa, farzandlariga juda ham zo'r imkoniyat, ulgurib qolinglar. Qabul boshlandi va o'ylaymanki, farzandlaringiz endi uzoqqa, ya'ni Jizzax shahrining bir burchagiga borib, u yoqda mashg'ulot o'tkazmaydi. Kiyovboshining o'zida 62-maktabda yaxshi sharoitda mashq o'tkazadi. Gap yo'q. Xo'p. Navbatdagi savolimiz ustoz haqida bo'ladi. Bilamiz, ustoz otangdek ulug' degan gap bor xalqimizda, bejizga emas. Har bir sohani buyuk bo'lishida, har bir sohani yutuq bo'lishida albatta ustozlarning o'rni katta. Siz aytib o'tgan Usmon aka menga ham ustoz bo'lgan. O'sha Olg'a jamoasida to'p surganmiz, biz ham Sardor Rashidovlar bilan bir payt o'ynaganmiz. Juda ham ko'plab yoshlarimiz bo'lgan.
biz endi Navoiy kolxozidan qaytnardik payti jaydari o'sha til bilan aytganda Navoiy kolxozida bolalari dirdilar. Usmon aka bizga zo'r ta'lim berardi. Baribir boshqacha motivatsiya bo'lgan. Xo'p, ko'p futbolchi sifatida o'zingiz mana ko'p jamoalarda o'ynaysiz. Shu klublarda, shu jamoalarda o'ynash jarayonida futbolchi sifatida ko'p ustozlar bilan, murabbiylar bilan ishladingiz. Xo'p, murabbiylarni sifat darajasi, endi baribir hamma murabbiyni stili, uslubi har xil bo'ladi. Shu murabbiylar haqida to'xtalsangiz, ustozlaringiz kim, murabbiylaringiz kim? Murabbiylardan o'rganganlaringiz hozirgi kunda sizga nima beryapti? Murabbiy, ustoz. Avvalambor so'z bunaqasidan boshla aytishimiz kerak. Futbolchi o'ynagan paytimdagi, vaqtimdagi, yoshligimdagi hamma murabbiylarga rahmat aytaman. Suhbatdan foydalanib, sababi ularni tanqidlari bilan, ularni bilimlari bilan Xudoga shukr mana yoningizda o'tiribmiz. Hozircha kichkina murabbiy, keyinchalik mehnat qilsak kattaroq natijalar uchun harakat qilamiz. Va mana Superligada ko'p murabbiylar bilan ishladik. Aslida mana bulardan sanab o'tadigan bo'lsak, masalan, birinchi navbatda o'zimizni mana Jizzaxlik ustozimiz Davron aka Fayziyev, Viktor Kumikov, mana o'zimiz ustozimiz Aleksandr Andreyevich Xamikov. Hozirgi kunda ham ancha suhbat quraman, nima deydi, tarbiyaviy ishlarni berib turadi, ancha narsa o'rgatib turadi. Master class. Futbol, murabbiylik sohasida. Edgar Ges bilan ishladik. Keyin masalan Baxtiyor aka Ashurmatov, yana biz biladiganlardan ko'p. Mana birinchi bizning ustozimiz Hussein aka Murtazayev. Shular bilan masalan bundan ko'p unaqalarni sanasak bo'ladi aslida. Yani hozir yodimga kelmaydigan bo'lishi mumkin, uzr. Lekin mana shularning ichidan mana bizni Davron aka menga starik bo'lganlar endi. Bizga ko'p narsa tarbiya berganlar, Fayziyev Davron akamiz. Har doim bitta gapni aytardilar-da, mana futbol o'ynadik qo'llarida. Ana shu bizga, menga, imенно o'zimga dastur bo'lib qolganda, programma. Yutqizib qo'yardik, boshqa narsa futbolda bo'ladigan narsalar yutqizasiz. Har doim aytardilar. Menga qaralaring. O'yinda yutqizsang yutqiz, lekin hech qachon hayotda yutqizmalaring. Buning uchun har doim o'zingni ushlab yur, harakat qil degan gaplari mana hozir katta rahmat kishiga. Masalan, hozir mana hali murabbiylik faoliyatlarini davom ettiryaptilar. Omadlar tilaymiz. Bu katta narsa bu. Hayotda inson hech qachon o'rnini yo'qotmasligi kerak ekan. Biz ham hozir men ko'p bolalarimizga shu narsa haqida aytaman. Hozir yulduz bo'lishi mumkin 1 yil. Agar unda intizom bo'lmasa, boshqa undagi o'sha talablar bo'lmasa, bola 1 yilda o'sha futbolni tugatib qo'yishi mumkin. Rahmat shularga. Masalan, hozir Andreyevich ham Amikov har doim aytadi menga. Trenerlik kasbiga nimaga kirganingni birinchi bahola. Trenerlik juda qiyin. Trenerskiy professiya deydi, nеблагодарный professiya deydi. Uni aytish kerakmi ochiq? Sizdan hech kim, masalan, bitta farzand 10 safar o'ynatsangiz, 11-safar qo'ymasangiz, ota-onasidan xafa bo'ladi. O'zimiz ham shunday bo'lganmiz. Trenerlarimiz ponni sastavga o'ynatsa, zaminaga o'tirib qo'ysa, trener qo'ng'ir buyurardi-da aslida. To'g'risida u tan olish kerak. Mana hozir o'qib shu narsalarni bildik. Trenerlarimizdan, murabbiylarimdan o'rganganlarimni hammasini yozyapman. Sekin-sekinlik bilan yozyapman. Nimagaki inson shu esimga kelgan har birini yozaman. Kelajakda ular albatta nima deydi, bizga as qotadi. Menga ishonaman, o'shaning uchun ularga kattakon rahmat. Endi ustoz kim degan savolga men shunday deb bilamanki, ustoz bir katta natijalarni, g'alabalarni, har bir katta yutuqlarni orqasida turuvchi inson. Namunali inson hisoblayman. Chunki bir mana siz aytdingiz Sardor Rashidov. O'sha insonni ham orqasidan ona Usmon aka bo'lgan, yoshligidan Sardor. Biz bilamiz bolani yulduz darajasiga, O'zbekistonda milliy terma jamoasida o'ynadi. Masalan, mana Jasur aka Hasanov ham ta'kidlash kerak-da, Jizzaximizdan chiqdi. Masalan, Abduvohid o'ynayapti, Ne'matov. Bu mana Jiyanov o'ynayapti. Aziz G'aniyev bor.
biz kengaytirishimiz kerak u spiskanida. Aslida u ish bizning ishimiz hozirgi kunda. Murabbiylarning ishi, bolalar futbolidagi murabbiylarni hammasini. Shuning uchun murabbiy sifatida shu narsalarni dastur qilib, shu o'zimizga aytilgan mana shu ko'p nomdor futbolchilarni chiqarishda to'g'ri bilimlarni berishimiz loyiq deb bilamiz, xudo xolasa. Xo'p. Rahmat, ustoz haqida demak yetarlicha javoblarni oldik. Ustozlarimiz salomat bo'lishsin. O'ylaymanki, Jizzaximizdan hali ko'p Aziz G'aniyevlar, Sardor Rashidovlar, juda ham ko'p bu nomlardan-da buyukroq bo'lgan nomlarni kutib qolamiz. Xo'p, Qahramon aka, navbatdagi savol. Endi guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi deydi. Keyin shunaqa gap xalqimizda bor, tangani ikki tomonini ko'rish kerak deymiz. Farzand ming talantli bo'lsin. Farzandda juda ham futbolga nisbatan intiluvchanlik hissi juda ham yuqori bo'lsin. Maktabda yaxshi o'qisin. Lekin ota-onalar tomonidan qanaqadir qo'llab-quvvatlov yaxshi bo'lmasa, qanaqadir oilada bir muhitda bir qanaqadir bo'shliqlar bo'lsa, bu albatta farzandni sportga bo'lgan muhabbatini so'ndirishi mumkin. Keyin ota-onalarning podдержкасы, ya'ni o'sha qo'llab-quvvatlov qay darajada bo'lishi kerak? O'zi yo'lda keladiganimda, hozir yo'lda keladiganimda shu masalani aytaman deb keladirdim. Nima deydi? Bu hurmatli ota-onalarimiz, nima deydi? Albatta bu ko'rsatuv orqali sizlarga katta iltimosim bor. Nimagaki har bir farzandimizni shakllantirish uchun biz farzand uch tomon ahil bo'lib, murabbiyga quloq solgan holatda ishda borsak, albatta farzandimiz yaxshi natijalarga erishadi. Men bunga ishonaman. Shuning uchun bizga mana bu boya siz aytgan narsalar farzandlarimiz aslida ko'ryapmiz, mana talantli bolachalar bor. Keladi talantli, intizomlik, havas qilaman bolachalarni ko'rib, aslida ko'rdim. Lekin katta minus deylik, men ochiqchasi sal anaqa tanqidiy qarashlar ham qilaylik, ota-ona qiziqmaydi farzandini. Shuni nimalarda ko'rasiz? Ota-onani farzandiga nisbatan qiziqishi, unaqa siz qoniqishingiz darajasida emasligini nimada ko'rasiz? Men bilaman, meni qo'limda hozirgi kunda 6 oydan burun keladigan bolachalar bor. Men na onasini taniyman, na otasini taniyman. Faqat telefonda gaplashganmiz. To'g'ri, dokumentlarni qilib bergan, o'sha xavfsizlik masalasi, boshqa masalalar bo'yicha. Ular men bilan gaplashmasa, men qanday ularni har biriga borib uyga bora olmayman, imkoniyatim yetmaydi, vaqtim, masalan, bizda ham farzandlar bor, oila bor, ish bor, boshqa va hokazo narsalar bor. Lekin mana shuning uchun mana biz har doim natijani ko'ramiz-da. Ko'p joyda natijani ko'ramiz. Mana aytamiz, ko'p ismlarni aytamiz, u familiyalarni. Lekin uni pastki qismida qancha mehnat bor uni. Uni ota-onaning mehnati bor yerda. Murabbiyning mehnati bor, farzandning mehnati bor-da. Ota-ona birinchi navbatda eng kuchli motivator bu ota-ona deb o'ylayman. Ota-ona har doim turg'izib, har doim aytsin, bolam, sen zo'rsan, sen chempion bo'lasan, sen kuchli bo'lasan, sen har bir ota-onaning ishonchi bilan bola ko'chaga chiqadi. Bola trenirovkaga boradi. Bola o'sha trenirovkada o'shani anaqasi bilan, kayfiyati bilan trenirovka qiladi, mashg'ulot qiladi. Takji futbol o'ynagan vaqtimiz ham shunday edi. Uydan telefon qilardik, ayajon, dadajon, nima dedi, dadamiz o'tib ketdi, Alloh rahmat qilsin. Dadamga telefon qilardim ko'p, keyin ayamga. Dada bir duo qiling, amin, bolam omadingni bersin. Keyin ayamga telefon qilardim, ayatam, amin, duo qiling. Amin qilardilar, duo bilan biz o'yinga chiqardik. Biz shuni kichraytirib olaylik, ota-onani duo ertalab turg'izib, bolasini trenirovkaga jo'natsa, albatta bilingki, u bola o'zida kuch bo'ladi bolada. Aytadi-ku, ko'p joyda mana roliklar ko'ryapmiz, ijtimoiy tarmoqlarda, talant muhim emas, talant. Shuning uchun biz ustozlarimiz aytardi, 1% talant bo'ladi, 99% mehnat. Men endi shuni ko'ryapman aslida. Qanday mehnat? Bolaning mehnati, murabbiyning mehnati, ota-onaning mehnati. Bu yerda uchalamiz anaqa birgalikda ishlasak biz natija beramiz. Lekin
ota-ona qiziqmasdan, bola qiziqib, bola yarim yo'lda homiylashtirish vaqtinchalik ota-onaniki-ku. Bu ota-onani vazifasi. Bizni ham vaqtimizni dadamiz yo'lkira bergan, musobaqa puli bergan, boshqa narsa bergan, nima deydi, krossovkamizni olib bergan, ustuvosimizni olib bergan. Shuni hisobiga sekin-sekin biz o'rganganmiz. Shuning uchun ota-onalarga nima deydi, ko'proq iltimosim bu, farzandingizni sportga bering. Qaysi sport bo'lishidan qat'iy nazar bering, iltimos sizlardan beringlar. Nimagaki farzand sportga borgandan keyin Bezojon birinchi bilasizmi, men o'rganar ekan. Oldinga qadam tashishni o'rganadi. Nimaga? G'alaba hissi, g'alaba. Men birinchi bo'laman, men yutaman, men kuchli bo'laman. Mana siz boshqa sohadasiz, lekin yoshligingizda futbolga borgansiz. Ana shu sizda qolib ketgan shu programma deydi, programma qolib ketgan. Birinchi bo'lish uchun, faqat yutish uchun, faqat g'alaba uchun, hayotingizda, oilangizda yaxshi yashash uchun, farzandlaringizda yaxshi kiyinishi uchun, yaxshi yurish uchun har doim bahona bor. Mana hozir ham aytaman, juda ko'p qiyinchiliklar bo'ladi, to'g'risi. O'tirib o'ylaymiz, ko'p kamchiliklar ko'p. Mana oddiy kichkina klub, bu katta klublarda undan ham katta narsalar bor. Lekin mana klubimizga kuniga bitta hech bo'lmasa qadam tashlaydiman, ko'proq ko'p joylarga boramiz, uchrashamiz. To'g'risini aytish kerak, detskiy proyektda ham mana bolalar futbolini ham rivojlantirish uchun homiylik kerak. Albatta. Hozircha mana ota-onalarimiz yashirish buni hech unaqasi yo'q. A'zolik badal pullari yig'iladi, to'lovlar. O'shanda mana Xudoga shukr, behisob shukr murabbiylarimiz bor. O'zini alohida unaqa hozir men har birini bilan nazoratda kechqurun biz gaplashamiz murabbiylar bilan. Bu ulardan talab qilinadigan narsalar bor, mashg'ulotlar bo'yicha. Nimagaki ularni professional ruhda tarbiyalash bolalarimizni. Uy uchun kim birinchi professional bo'lish kerak? Men, trenerlar, hammasi professional bo'lsak, keyin bolachalarimiz shunaqa professional bo'ladi. Shuning uchun ko'p to'g'risini aytamiz, musobaqalar siklida, biz musobaqalarda juda oqsoqlanamiz, kamchiliklarimiz nimagaki kimdir pul bera oladi, kimdir bera olmaydi, xarajatlar, safar xarajatlari masalan shu narsalar bor. Biz masalan shu iltimos tariqasida aytaman, shu ko'rsatuvdan foydalanib katta tashkilotlarimiz bor, tadbirkorlarimiz bor, sog' bo'lsin doim. Shu bolalarni loyihasiga musobaqalar sikliga masalan bizga yordam berishsa, biz nima u faqat biz marketing, mana eng zo'r klublarni ham oldiga qarasangiz, o'shani logosi, yanaqasi brendi tushirilgan. Ular ham nima o'sha brend reklamani hisobiga biz ham masalan harakat qilamiz. Ko'p shu mobaynida yana aytishimiz kerakki, shu gapingizga qo'shimcha Qahramon aka, ko'pchilik shu joyda mana homiy masalasida o'zini fikrini ilgari surishi mumkin va shuni keling to'g'ri tahlil qilib o'tib ketamiz. Mana ko'pchilik tadbirkorlarimiz bor, yo'q emas, ular ham qaysidir tashkilotlarga, qaysidir loyihalarga, nimalargadir homiylik qilishyapti hozir kungacha ham. Misol uchun Muruvvat uyi deylik yoki bo'lmasa ijtimoiy qatlamdagi o'sha ba'zi bir loyihalarga ular homiylik qilishyapti. Bu loyihaga ham bir loyiha sifatida qaralsa, tadbirkorlarimiz uchun bu ayni muddao bo'ladi. Ya'ni Jizzax Junior klubi ham kelajakda shu Jizzaxni bayrog'ini yuqoriga ko'taradigan, shu Jizzaxnidagi bolajonlarimizni orasida yaxshi yetuk futbolchilar chiqsa, bu ham biz uchun bir katta brendga aylanadi aslida. Shu Jizzax Juniorni keling homiylarimiz, mana tadbirkorlarimiz kuzatib turgan bo'lsa, loyiha sifatida qaralsa va bu loyiha nima beradi kelajakda? Shuni tushunib yetishsa, o'ylaymanki, sizlar uchun bir zo'r taklif bo'ladi. Bu ijtimoiy reyestr deganingizda bizga ana ko'p ochiqchasiga aytish kerak, o'zim meni niyatim shunday. Bu reyestr farzandlari bizda bor. Endi aytib o'tishimiz kerak, bir xillarini hayot bu. Dadasi yo'q bolachalardan vaqtincha ishsiz oila farzandlari, nogironligi bor, fuqarolarimiz bor, shularning farzandlari ham bor. Qo'ldan kelgancha biz mana yaxshi ota-onalarimizdan bor,
Biz raditsellarimni juda hurmat qilaman. Ular masalan mana shu bir xil forma kiyintiramiz, formalariga yordam berishadi. Masalan, rahmat ularga, sog' bo'lishsin, nima deydi. Lekin men shu loyihadan aytishim kerakki, mana shu qancha iste'dodli, talantli bolachalar bo'lsa, sizga ham iltimosim, ko'p joyda masalan yurasiz. Albatta. Talantli bolalar bo'lsa, hech qanaqa undan to'lab olinmaydi. Yana bir marta aytaman. Mana ijtimoiy reyestrda bir xillar aytadi-yu, bolam qo'y, meni imkoniyatim yetmaydi dedi. Ayasi aytadi-yu masalan, qo'y bolam imkoniyatim yetmaydi. Seni futbolga bera olmayman, oyoq kiyimini olib bera olmayman, boshqa jo'natishsin agar talant bo'lsa. Krossovkasini ham qilamiz, kiyimini ham qilamiz qo'ldan kelgancha, o'ziga o'rgatamiz ham. Bu loyiha nima deydi? Xohlaymanki, o'sha eng zo'r talantlar chiqsin. Mana bu sportga keladigan bolachalarimiz masalan aytadi, "Men bolamdan futbolist chiqmaydi, qo'ying, nima qilasiz? Prosta vaqtini o'tkazyapti" deb. Aslida ular ham noto'g'ri. Aslida noto'g'ri. Nimagaki vaqtini to'g'ri o'tkazyapti bolalar. Masalan, bitta bolacha yuguradi, kelib shug'ullanadi. Sog'lom bola. Yuragi kattaradi, ukasi, masalan, fiziologik tanasi. Ikkinchidan unda duh paydo bo'ladi. Qo'rquvni yengadi, masalan. Mana duh dedim, qo'rqmaslik paydo bo'ladi. U ertaga sport orqali qancha do'st orttiradi. Mana biz hozir yoshligimizda do'stlarimiz bilan ko'rishsak qancha xursand bo'lamiz. Ular to'g'ri boshqa sohada emas, nechtasi organda, nechtasi masalan boshqa sohalarda ko'rishsak qarang, hozir maza qiladi odam. Bizni birlashtirgan bu futbol. Albatta. Do'stlik ruhiyatida bo'ladi. Futbol shuning uchun bu baxt. Baxt bilasizmi nimaga men shunday deyman? Qarangda, inson shunaqada futbol biz bir trenerimiz aytgandi. Hozir yodimda emas, aytdi. Sen dedi eng yaxshi dedi. Sevgan kasbing bilan shug'ullanyapsan. Birinchi baxting dedi. Ikkinchisi dedi, eng chiroyli kiyimlarni kiyasan dedi. Uchinchisi dedi, eng toza ovqatlarni yeysan sen dedi. Qolganiga qaraganda kasb. Qolgan kasb ham yeydi, lekin futbolchilar bilasizmi mana, pitanilari shvedskiy stolda ovqatlanadi, boshqa narsa. Rejim boshqa. Uchinchisi aytibdi, sen dedi sevib dedi shug'ullangan, gol ursan, maza qiladigan joyingga dedi katta oylik olasan, premiya olasan dedi. Bu baxtda bu. Bu hammaga nasib qilmaydi aslida, lekin masalan biz YouTube masalan mukofot pullari olgan paytimiz qancha xursand bo'lganmiz, masalan. Uyingizga olib borib, ota-onangizga bersangiz, qancha muammolaringiz moddiy tomondan yechilmaydigan muammolar yechiladi. Shuning uchun bu futbol temasi biz soatlab gaplashsak dedik, ko'p dedik-ku, shuning uchun qisqa gap yo'q. Xo'p, Qahramon aka, oxirgi paytlarda ko'p poytaxtga, ya'ni Toshkentga ketyapsiz. Xabarim bor. Shu Toshkentga Toshkentga borganingizda ko'proq o'qishda bo'lasiz. Ya'ni baribir bilimlarni yana ham charxlash uchun, bilimlarni yanada kuchaytirish uchun baribir o'zingiz ustida ishlamasangiz bo'lmaydi. Ayni shu yoshdasiz hozir. Xo'p, bilimlaringizni qanchalik baholaysiz? Ya'ni o'zingiz bilimlaringizga qanchalik ishonasiz va kelajakda o'zingizni katta-katta klublarda murabbiy sifatida ko'ra olasizmi? Nima deydi, ana oddiy gap bor. Generallikni orzu qilmagan askar emas deydi-ku. Shu gapdan kelib chiqib, o'zi sen balandorga olsan. Shunaqa gaplardan kelib chiqib, meni ham niyatim katta klublarni boshqarish. Aslida siz hozir mana Toshkent masalasini aytyapsiz. Toshkentda mana Ufa rahbariyatiga katta rahmat. Ravshan aka Sayfiddinich, Odil aka Ahmedov, Bahrom aka Umarov, Baxtiyor aka Dadamatov ularning tashabbusi bilan mana iste'dodli murabbiylar loyihasiga borib kelyapmiz. Hozir mana yaqinda A litsenziyasi bo'yicha o'qishlarga qatnayapmiz. Ko'nikmalar olyapmiz, tajribalar olyapmiz, bilimlar olyapmiz. Nimaga kelajakda shu katta klublarni boshqarish. Aslida bu katta bosimlar, murabbiy bosimga chida olmasa murabbiy emas u. Tanqidni ko'tara olmasa murabbiy emas.
har xil tanqid bo'ladi. Ijobiy tanqid, salbiy tanqid. Siz uni o'zingiz to'g'rilab, anglab olib, o'zingizga oladiganingiz bu, olmaydiganingiz bu. Shuning uchun ular ham har doim o'rgatishyapti. Mana masalan, Baxtiyor aka masalan Dadamatov, mana Bahrom aka Umarov ko'p masalan katta murabbiylar boryapti, tajribali murabbiylar. Buni bir joy o'sha yig'ilishda shu asosiy gap aytilib o'tildi-da. Shuni aytib o'tish kerak. Mirjalol Qosimov Jakuch so'zga chiqib aytdilar. Masalan Mirjalol aka yosh trenerlardirlar-da, murabbiylar. Agar sen o'zingni trener deb bilsang, tashqaridan kelib seni ishingga hech kim aralashmasin. Bu birinchi navbatda o'zimga taalluqli, qolgan murabbiylarga. Agar siz o'zingizda bilimingiz bo'lsa, futbol tajribangiz bo'lsa, o'sha bolachani yoki jamoani qanday tarzda ko'rishni bilsangiz, kerak emas sizga hech kim aralashish. Chunki u yerda o'zingizning fikringiz kerak. Chunki menga ham shuning uchun ko'p ota-onalarimiz ranjiydi-da aslida. Maydonga kirgizmaymiz. Mashg'ulot vaqtida ota-onaning kirishga haqqi yo'q. Chunki agar saviyasiz murabbiy bo'lsa, uni to'g'rilanishi mumkin. Lekin ular ustoz. Masalan, ikki xil murabbiy bor, yo saviyali yo saviyasiz. Harakat qilyapmiz saviyali murabbiy bo'lishga, ko'proq ilmli murabbiylik juda qiyin soha, juda ham qiyin. Masalan, hozir ko'ramiz, hamma Pep Guardiola, biz baland o'ringa qaraymiz har doim baland. Lekin undan tashqari bizani murabbiylarimiz o'zimiz masalan nechta tanilmagan Guardiolalar bor, nechta tanilmagan. Nechta masalan sekin-sekinlik bilan biz albatta shu bilimlarni olib, shu ko'nikmalarni qilib, masalan ota-onalarimizga to'g'ri tushuntirishimiz kerak. Chunki bizning mashg'ulotdan keyin gaplashishga imkoniyat bo'ladi. O'sha vaqtda savol-javob qilsak bo'ladi. Ikkinchisi, o'sha tayyormisiz degan savolingizga, agarda sizga masalan menga hozirgi kunda kimdir taklif bilan chiqsa, men tayyorman. Men o'zimni shunday deb bilaman. Chunki murabbiy ligalardan. Murabbiy yo natija bo'ladi, yo bahona bo'ladi. Borib ish jarayonini qabul qilib olib ish ko'rsata olmasangiz, значит siz bilimsiz, saviya pastroq murabbiy hisoblanasiz. Shuning uchun hozirgi kunda masalan aytishim mumkin, bizda ham o'qish jarayonida aytayapti. Mana hozir kelib senga taklif bo'ldi, yaxshi jamoadan. Yo'q, men tayyor emasman. Voy, men hali yana o'qishim kerak. Unda kursga kelmada uyda o'qi deb to'g'ri aytishyapti. Ko'proq o'qib keyin kursga. Chunki kurs sizga litsenziya nima beradi? Huquq beradi, ishlash huquqini. O'sha klublar bilan ishlashda, yo'lmasa bolalar boshqa. Masalan, boshlang'ich, B gruppovoy masalan, уже A litsenziya jamoani boshqarishingiz kerak. Siz atrofingizda boshqa o'ylaydigan narsalaringiz bo'ladi. Masalan, endi pro litsenziyani egalari mana O'zbekistonda ko'p murabbiylarimiz hammasi pro litsenziya Superligada. Ular o'zi yetarli tajribaga ega, ular bolalar hammani sohani tushunishadi aslida. O'qish saviyasi, murabbiylarning saviyasi ancha o'sdi. Va nihoyat 34 yil deganda O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi. Aynan bu tarixiy natija bilan butun yurtdoshlarimizni, sizni ham, o'zimni ham tabriklamoqchiman. To'g'risi, o'sha tarixiy daqiqada jonli primoy translyatsiyada ko'rdim o'yinda. Biz jahon chempionatiga chiqqan paytimizda juda ham bir boshqacha emotsiyalar, boshqacha bir his-tuyg'ularni tushuntirib bera olmayman. Chunki mana boshimda do'ppi, baribir milliylik, g'urur, faxr, iftixor baribir bizda boshqacha. O'zbeklarda iloyim shunaqa bardavom bo'lsin, yana jahon chempionatlariga chiqaylik. Xo'p, jahon chempionatiga chiqqanligimiz haqidagi fikringiz va hozirgi kunda butun dunyo mamlakatlaridagi top klublarda faoliyat yuritayotgan futbolchilar haqida yoki top klublar haqida, shu top klublardagi bizni o'zbek o'g'lonlari haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Avvalambor nima deydi, hamma tomoshabinlarni ham tabriklaymiz. Bizni azaliy orzuyimiz edi, yoshligimizdan niyat qilardik. Nima deydi, mana shukrlar ham yetib keldi. Hammani jahon chempionati bilan tabriklayman avvalambor.
Jahon chempionatiga chiqish yo'li juda qiyin bo'ldi aslida. Bu yo'l nimaga bu? Mana bizni yillar davomida qilingan mehnatlarimiz qanday xalqimizni bilmoqchi bo'lganimiz qancha ota-onalarimiz, qancha muxlislar, qancha ungacha shu bunaqasida mehnatini samarasidir. Ikkinchisi muhimi duolarini, ijobat bo'lgani, duolar. Biz o'sha jahon chempionatiga chiqish yo'li masalan mana katalist kelib jamoani qabul qilib shakllantirgani katta mehnati uchun nima deydi murabbiyga katta rahmat. U o'zbek futbolida masalan qancha iz qoldirdi, nimagaki bolalarda o'sha o'ziga bo'lgan ishonchni berdi murabbiy. Keyin mana u aynan o'sha sog'ligiga munosabat bilan sog'ligiga sabab Timur akaga qoldi. Mana Kapati Timur aka mana mahalliy murabbiylarimiz sifatida qarang shu baxtga erishdi. Timur aka o'shanda masalan katta bosimni ko'tarib nima deydi shu ishni amalga oshirdi. Avvalambor nima deydi rahmat aytmoqchiman hurmatli prezidentimizga. Avvalambor mana futbol mutasaddi rahbarlariga hamma sharoitlarni shu narsalarni yaratib berishdi. Shu uchun mana shu biz jahon chempionatidamiz. Ikkinchi masalaga bizni o'zi top klublar haqida bizni futbolchilarimiz ko'pni bizni bolalarimiz mana oldinlari ko'p legionerlarimiz yo'q edi aslida. Legionerlarimiz qarang ko'paydi, o'yin saviyalarimiz, ishonch, masalan tenglashish, ulardan baland futbol o'ynash o'zi balans yaqinlashdi Yevropalarga. Mana hozir bizni bolalarimiz hammasi qo'rqmasdan futbol o'ynaydi. Eng asosiysi hayajonlanmaydi, boshqa narsalar. Shuning uchun ko'proq bizda legionerlarimiz bo'lsa, yanada ko'proq, chunki Yevropa havosi, o'sha havoni bari o'zi bilan olib keladi. Chunki o'sha ishonch, o'sha narsalar endi mana bu top klublarda o'ynaydigan masalan Eldor Shomurodov misolida oladigan bo'lsak, mana o'zini tirishqoqligi bilan, mehnatkashligi bilan, sabrliligi bilan masalan Romada qanday masalan o'zingiz bilasiz, qanday chempionat juda top chempionatlarda o'zini ko'rsata bildi. Endi mana bizani hozir faxrimizga aylanib boryapti Abduqodir Husanov. Bu katta o'rin, juda katta futbolchilik nima deydi, bayroqlari baland turadigan top chempionat, Angliya chempionatida o'ynayapti. Bu uchun yerda o'ynash uchun katta kuch kerak, katta bilim kerak, katta tilni ham oxirida o'rganish boshladi. Til endi nima deydi? O'zbeklar uchun til o'rganish ish emas-ku, xudo xolasa tez o'rganib tashidi. Yaxshi lekin borganda havo yo'q desa, havo yo'q deb tushunganda. Endi yaxshi ancha nima deydi? Shunday Abduqodirdaqa, Abbos Fayzullayevdaqa, Eldor Shomurodovdaqa yana bolalarimiz yana chiqishini xohlaymiz. Nimagaki bizni ertaga yetishtirib beradigan bolalarimiz ham ularga da'vogarlar ko'payadi masalan. Skautlar keladi, boshqa bu rivoji uchun juda muhim omillardan bittasi deb bilaman shuni. Boy ota-ona haqida aytdingiz-ku, baribir Abduqodir Husanovni ham dadasi, otasi sportchi, futbolchi bo'lgani bilan ham ota sifatida baribir boshqacha yondashganda farzandiga bu muhim hisoblanadi baribir. Chunki professional yondoshmasa bolalar o'sha nima deydi, bosimni ko'tara olmaydi. Chunki bolada har doim futbolchida bosim bo'ladi maydonga chiqqan payti. O'sha bosimni ko'tarish uchun unda o'sha olingan yillar davomida olingan o'sha bilimlari ruhiy dalda ko'p narsani hal qiladi, ruhiy dalda. Shu tomoni yaxshi niqasin. Keling, shu bugungi samimiy intervyu loyihamizni so'ngida kreativ savollarimiz bor, bilish tezkor savollarimiz bor. Shu savollar bo'yicha hurmatli kuzatuvchilar, biz bugungi suhbatdoshimizni Qahramon Bahodirovni sinovdan o'tkazamiz. Balki ham kayfiyat ko'tarilar bu savollarga, inson kayfiyati, ham birozgina o'sha zehn, aql idrok demak sinab ko'riladi. Demak, qisqa bilish intervyu savollarimiz ha yoki yo'q misolida bo'ladi.
aniq faktga asosan javob berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Biz boshladik. Tarixdagi eng zo'r 3 ta futbolchini aytishingiz kerak. Tarixdagi. Pele, Maradona, Ronaldo. Braziliyalik. Ha? Xo'p. Pele, Maradona, Braziliya, Ronaldo. Xo'p. Messi yoki Ronaldo? Hamma men uchun Messi eng kuchlisi, lekin Ronaldo. Siz uchun Messi eng kuchlisi, lekin Ronaldo. Nimaga? Ronaldo o'zini Mehnatlar, spasom-sirabon mehnatlarini hisobiga, motivatsiyasini hisobiga, qiyin vaziyatlarni yengib o'tib, Messi xudodod deydi, Xudo bergan bu iste'dod, uni shakllantirgan. Shu uchun. Xo'p. Real yoki Barsa? Nega shoshgan? Men qarab turibdi. Sizga ehtiyot bo'lib gapiring. Aslida men El Clasico'ni har doim ko'raman, hech qaysi komandaga balet qilmayman. Ayol. Nimagaki hozirgi kunda men balet qiladiganim Manchester City. Voh. Abduqodir Husanov bor. Shunday. Realni o'sha o'yinda, masalan, Abduqodir o'tgandan beri men har bir o'yinni kuzatib boraman. Oldinlari masalan ko'p Manchester United ko'rardim. To'g'risi, hozirgi kunda shu. Lekin bilasizmi, Angliya chempionati baribir mana Ispaniya, Italiya solishtirsangiz, Angliya chempionati temp bo'yicha, tezkorlik bo'yicha, texnika hamma tomondan menimcha kuchli deb o'ylayman-da. Mana yillar davomida shu narsa, top 5 ta chempionatimiz bor-ku, shuni baribir birinchisida APL deb tan olinganda o'zi, to'g'rimi? Angliyada shu tezkor futbol jozibali. Tezroq yakunlovchi gollar ko'p, tez atakuish futbol bo'lgani uchun muxlislar ham Angliya chempionatini o'zi ko'rsa kerak ko'proq. Xo'p, Braziliya yoki Argentina? Braziliya. O'zbekiston terma jamoasi tarixidagi 3 ta top murabbiy. Tarixdagi. Endi tarixidagi deyilganda hozirgacha, ya'ni hozir ham. Birinchisi Rustam Akramov. Xo'p. O'sha 94-yilgacha. Ikkinchisi Yuriy Vazgenich Sarkisyan. Neftchi. Uchinchisi endi men to'g'risini aytaman, Mirjalol Qosimovga havas qilganman yoshligimda, juda ham ko'p ko'rardik o'yinlarini. Uchinchisi Mirjalol Qosimov. Zo'r. Kuchli motivator. Xo'p, futbolga necha yoshdan kirib kelgan yaxshi? Hammada har xil fikrlar bo'ladi. Ayrim mana hozir ko'p ko'ramiz, ko'p ijtimoiy tarmoqlar, hamma har xil murabbiylar fikri. Har doim inson ko'proq o'zidan kelib chiqib fikrlaydi. Ko'proq. Masalan, har bir inson o'zining tajribasidan boshqa. Mening shaxsiy fikrim 7 yoki 6 yosh. Nimagaki 7 yoki deyapman, hozirgi kunda futbol tendensiyamiz tezlashib ketdi o'zi. Chunki 15 yoshli bolalarning hozir xaridori bor. 14 yoshli bolalarimizning xaridori bor. Shuni inobatga olganda 6 yoshdan bersak, chunki bizda hozir 6 yoshli bolalarimiz fikrlashi o'zi yaxshi, ravon fikrlayapti. Shuni demak 6-7 yosh o'rtacha. 6-7 yosh. Xo'p, siz uchun tarixdagi eng mashhur hakam? Pierluigi Collina. O'sha mashhur kal. Fantomas laqabi. Pierluigi Collina. Dahshat o'yinlarni ko'rganman o'sha o'yinlarda. Roberto Baggio'misan deb qizillarni berib tashaganda, qaror bitta muhokama yo'q edi. Yo'q-da, muhokama yo'q. Nigoh, qarash, ko'z, umuman dahshat edi. Xo'p, jahondagi eng ko'p gol urgan darvozabonni bilasizmi? Ana bu edi. Lekin men bilaman. Yo'q. Ana shtrafnoy urardi-da hozir. Urugvaydagi edi. Hozir Urugvaymi yo Paragvaymi? Paragvayda Chilaver. Jose Luis Chilaver. Zo'r. Xo'p, o'yin uslubingizni jahondagi qaysi top futbolchiga o'xshatasiz? O'yin uslubi, futbolchilik davridagi o'ynagan o'yin uslubingizni qaysi futbolchida ko'rasiz masalan? Siz himoyachi? Himoyachi ham o'ynaganman, yarim himoyachi ham o'ynaganman. Endi men ko'proq chapda o'ynaganman. Asosan. Asosan men shu Roberto Carlos yaxshi ko'raman. Roberto Carlos. Shu qanotda tezkor atakalarga qo'shilishi, to'g'ri udari unchalik zarbasi bizda unaqa zarba bo'lmagan.
Lekin qolgan nima deydi jihatlari bo'yicha masalan biz ishlaganmiz. Chunki futbolchilik faoliyatimda ko'proq qanotda to'p surganman. O'ng qanot, chap qanot, yarim himoya, shu bunaqa pozitsiyalarda. Rahmat. Xo'p, Jizzax Junior muxlislari, kuzatuvchilari va aynan bizni JTV Jo'rayev TV kanalimiz mana 1.5 oy ichida shuncha kuzatuvchilarga ega bo'ldik va Jizzaxni juda ham ko'plab xonadonlarga kirib bordik, ijtimoiy media olamda portlash sodir qildik. Bu albatta yaxshi. Shu bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimizga o'zingizning tilaklaringiz, niyatlaringiz va Jizzax Junior rejalari haqida. Avvalambor taklif ko'rsatuvga chaqirganingiz uchun nimagaki bu mana ommaviy axborot vositalariga kelib so'zlashda murabbiyga bir qo'shimcha nima deydi? Bilim beradi, qo'shimcha bir zinadan chiqish. Rahmat shu uchun. To'g'risini aytsangiz, kamerani oldida gapirish boshqacha ekan, to'g'risi. O'zimiz gaplashsak yaxshi, bunaqa kamerani oldida sal odam bunaqa bo'lar ekan, o'zgarar ekan. Hurmatli ana shu Jo'rayev TV muxlislari, sizlarga avvalambor sog'lik, salomatlik tilayman. O'zbekiston xalqimiz har doim sog' salomat bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yana farzandlarimiz haqida to'xtalamiz. Farzandlarimizni kelajakda kuchli, zo'r, ilmli insonlar, mashhur sportchilar bo'lishi uchun albatta biz ota-onalar bu jabhada aktiv bo'lishimiz kerak. Faol bo'lib, ularni har doim mana shu sportga qo'yib berib, har doim ularni kelajakda duo qilib, yaxshi natijalar kutsak, albatta bizning farzandlarimiz dunyoda eng zo'r farzandlar bo'lishiga men 100% ishonaman. Va albatta bu uchun bizga o'xshagan murabbiylar har doim mehnat qilishdan charchamaymiz. Ishonchlaringizni oqlash uchun harakat qilamiz. Sizga ham katta rahmat. Oilaviy tinchlik, xotirjamlik. Siz ham farzandlaringiz bor, masalan, siz ham farzand sifatida o'z ishonchida yuribsiz. Mana yanada kengayib, mana shu ko'rsatuvlarda elimizni sevgan mashhur futbolchilar kelsin, mashhur murabbiylar kelsin. Mashhur mana olimpiada chempionlari bilan ham suhbat qilib, mana shu ko'rsatuvingiz respublikamizni butun dunyoga chiqishiga tilakdoshman. Rahmat. Qahramon aka, biz ham niyat qilamiz, xudo xolasa, men taxminan 20 yildan keyin agar mabodo ko'rishib qolsak ham, endi ungacha ham ko'p ko'rishamiz, har yil ko'rishamiz, lekin 20 yildan keyin ham ko'rsak tasavvur qildim. Ko'pni duosi qo'l deyishadi. Azizlar, duo qilamiz. Qahramon Bahodirovni o'sha farzandlari deymiz. Farzandlari qatorida, chunki har bir shogirdlari butun dunyo taniydigan futbol yulduzlari bo'lishsin. Va hozirgi paytdagi loyihaga nafaqat Kuyoboshi, nafaqat Jizzax shahri, shu Jizzax viloyatining turli hududlarida, nuqtalarda, chekka hududlarda ham baribir hamma uchun sharoit yaxshi narsa. Shu sharoitlarni zo'r qilib, homiylar bilan birgalikda, shu tadbirkorlar bilan, brendlar bilan birgalikda bitta jamoa, bitta oila, bitta komanda bo'lib, kerak bo'lsa biz ham mana yo'llarda turamiz. O'ylaymanki, Jizzax Junior loyihasi albatta amalga oshadi va buyuk maqsadlar, rejalar natijasini hali xuddi shu studiyada o'tirib yana gaplashamiz. Qahramon Bahodirov bo'ldilar. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat, salomat bo'ling, charchamang.